Men bacham Rossiyaga ketyapman. Kelasi yil ana shu payt o'qishga kirishing keraksan. Tushundingmi? Sen uchun ketyapman Rossiyaga. Davay tayyorlan. Dakansa tayyorlan. 180 bala olishing kerak. Keldim men Rossiyadan. Dada yaxshi keldingizmi? Yaxshi, rahmat. O'qishga topshirdingmi? Havo topshirdim, bugun chiqadi mandatlar. Davay ko'raylik qani o'qishga topshirgan bo'lsang. Qani ochqani nechi bal? 170 bal olgan bo'lishim kerak. Ha, ana. 27 ku. 27 bal olman dada. Malades. 1 yil o'qib 27 bor. Hech kim ham ola olmaydi buncha bal. Davay. Narsalaring yig'ishtir, qishki narsalaring ketdik. Rossiyaga ketamiz dada? Havo. O'zing bilasan. Biz kelganimizcha o'qisan, tushundingmi? Akang hamma joy rasvo qildi. Biz Rossiyani zabt etib kelamiz. Sen o'qishni zabt et. Akang 27 bal olgan, sen unday qilma, tushundingmi? Bo'ldi dada, siz menga ishonavering, 1 yil o'qiyman, akamdan 100% ko'p bal olaman. Bo'ldi, malades, ketdik biz. Dada, Rossiyaga yaxshi borib keldingizmi? Rahmat bacham, o'zing qanday? Chotkiz-ku. O'qishga topshirdingmi? Topshirdim. Chotki bal oldim. Nechi bal? 301 bal. Malades, akangdan ko'p olibsan zato. Deyisva qildim gapimga. Davay unda. Kiyimlaring olib chiq. Ketdik akang yoniga. Akang Rossiyada yuribdi. Men ham ketaman. Avo. Davom. Rossiya sovuq yo'qmi? Yo'q bacham, issiq. Oha, Ismat aka, qayerga ketyapsiz? Bachalar, Rossiyaga olib ketaman. O'qishga kira olmay rasvo qilgan. Ohay, o'qishga kira olmagan bo'lsa, Buxoro Innovatsiyalar universitetida qabul davom etyapti-ku, shu yoqqa qo'ying. Qayerda u? Shu o'zimiz Buxoro shaharda Buxoro Innovatsiyalar universitetida kunduzgi, kechki, masofaviy, qisqa qilib aytganda 20 ta bakalavr, 4 ta magistratura yo'nalishlari bor. Undan tashqari o'zining talabalari uchun bepul kurslari bor. Til kurslari, kompyuter savodxonligi va sun'iy intellekt kurslari bor. Nima qilasiz, bachangiz Rossiyaga olib ketib, o'qitib odam qiling. Oh, zo'r ekan kunda. Bacham, akangga telefon qil, sirrazi. Qaytib kelsizlarmi? Yo'q, seni kutib oladi. O'qay shunday sharoit bor ekan, o'qiylik. Men o'qiyman. Sen u yerdan kontragim to'laysanlar. Davay, telefon qil.